Biz yaxshi kayfiyatda Rasulxon aka bugungi dasturimizni davom ettiramiz. Bizni tomosha qilayotganlar yuzida tabassum bo'lsa, biz yanada quvonamiz, xursand bo'lamiz. Siz uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarni berishda hech qachon charchamaymiz. Bugun ham shunaqa bir eng iqtidorli, iste'dodli yoshlarni chaqirganmiz. Bilasizmi, ilm-fan taraqqiyotida yurtni taraqqiyotiga eng hissa qo'shuvchi jabha desam mubolag'a bo'lmaydi. Bugungi kun olimlari bilan birgalikda yoshlar ham o'z iqtidorini, ishtiyoqini namoyon qilayotganlari bizni faqatgina quvontira oladi. Aql yoshda emas deyishadi. Yosh olimlarimiz yutuqlari ham beqiyos. Xosatan bugungi mehmonlarimizni ham men ularni mamnuniyat bilan tanishtiraman. Toshkent davlat texnika universiteti magistranti Kamol Erkinov hamda Toshkent vaksina va zardoblar ilmiy tadqiqot instituti ilmiy xodimi Martuna Farmonova. Assalomu alaykum, Maftunaxon. Kamolbek. Erta tongdan mana shunaqa yosh olimlarni ko'rib biz xursand bo'ldik. Kelganingizdan xursandmiz. Maftunaxonga yuzlanaman. Ular ham jahongashtalikda qolishmaydilar. Maftunaxonga o'zim yuzlanmoqchi edim. Yuzlaning. Va men ham yuzlanaman lekin. Maftuna azizlar, ular ham Toshkent farmatsevtika institutini tamomlab Buyuk Britaniyaga yo'l olgan ekanlar. Qanaqa qilib Toshkent farmatsevtikasini bakalavr bosqichini tamomlaganimdan so'ng farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi tomonidan e'lon qilingan stipendiya tanlovida g'olib bo'ldim. Bu imkoniyat bizga Buyuk Britaniyaning De Montfort universitetida tahsil olishga yordam berdi. U yerda men farmatsevtika sifatini nazorat qilish bo'yicha ko'nikmalarga va bilimlarga ega bo'ldim. Bu ya'ni yangi bir soha hisoblanadi. Biz bilamiz, Buyuk Britaniya farmatsevtika sohasida rivojlangan davlatlardan biri va u yerda masalan dori vositalarini ishlab chiqarishdan oldin ularni sifatini oldindan ko'rib bilish, ya'ni kompyuter modellashtirish yordamida har xil shunaqa yangi ko'nikmalarga va ko'p bilimlarga ega bo'ldim. Demak, oldindan bilish kerak ekan. Oldindan bilsa bo'ladi. Chiqarilayotgan dori vositasi qanchalik sifatli ekanligini oldindan tashxis. Demak, shu borada tahsil oldingiz. Ha. Zo'r. Koreyada bo'lib qaytgan ekansiz. U yerda vaksinalar bo'yicha ishlagansiz. Vaksinalar ishlab chiqarish. Bu qanday bo'lgan taassurotlar, ilmlar qanday eng muhim ilmlarni qo'lga kiritdingiz? Sizga nima olib keldingiz? Magistratura bosqichini tamomlaganimdan so'ng hozirda Toshkent vaksina va zardoblar ilmiy tadqiqot institutida faoliyat olib boryapman va shu soham orqali malaka oshirish kursiga Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan e'lon qilingan bu amaliyot edi va unda g'olib chiqib yangi vaksina texnologiyasini o'rganishga bordim. Bu mRNA vaksinasini o'rganish bo'ldi. U yerda biz u texnologiyani, u vaksinani oldindan ishlab chiqarishdan tortib sifat nazoratigacha bo'lgan hamma bosqichlarini o'rganib keldik. Va hozirda bu faoliyatimga juda ham katta hissa qo'shdi va ko'p ma'lumotlar bilan keldik. Albatta, va buni aynan O'zbekistonimiz o'z yurtingizda amalga oshirayotganingiz va amaliyotda qo'llayotganingiz bu juda ham katta natija. Bizga mana shunday yoshlar aslida kerak. Biz ularni hech kimga bermaymiz. Xuddi shunday. U yerda boshqa chet davlatlarda qolib ketadigan yoshlarimiz ham biz qolib ketishingizga yo'l qo'ymaymiz. Bo'lishadi, lekin sizlar mana shu vatanparvarlik hislatlarini namoyon etgan holatda qaytib kelgansizlar. Maftunaxonga ham yuzlanmoqchiman. Siz sohangiz ham juda ham o'ta muhim sohalardan biri hisoblanadi. Mana shu olgan ilmlaringizni mujassamlashtirib, qanaqangi bir yangi g'oyalar haqida o'ylayapsiz hozir? Hozir masalan Koreyada aytib o'tganimdek, mRNA vaksinasini o'rganib kelganimizdan keyin hozirda yangi tadqiqot olib boryapmiz faoliyatimizda va undan tashqari tadqiqot institutimizda bir loyiha bo'lyapti. Bu vaksina, ya'ni rak hujayralariga qarshi bu target terapiya, bu nishon terapiyasi hisoblanadi. Hozirda yana bir imkoniyatlardan biri O'zbekistonda Innovatsion rivojlantirish agentligi tomonidan ular qo'llab-quvvatlashyapti. Bizni ma'lum bir loyihamizni, ma'lum bir qismini biz Vengriyadagi Debrecen universiteti olimlari bilan birga olib borishimiz imkoniyatiga ega bo'ldik. Hozirda ya'ni u yerda ham olib kelgan ularni ko'nikmalaridan bizga o'rgatilgan bilimlarni bu yerga olib kelib yana loyihalarimizni ustidan ishlasak bo'ladi. Undan tashqari aytib o'tganimdek mRNA vaksinasi haqida ustida ham ishlayapmiz. Tadqiqotlar olib boryapmiz. O'ylaymanki, olib kelgan bilimlarim hammasi yaxshi natija ko'rsatadi.
va o'sha aytib o'tganingizdek har qanday dorini ishlab chiqarishdan oldin uni sifatini birinchi o'rinda nazorat qilamiz dedingiz-ku, aynan sizni sohangizda. Men o'ylaymanki, endi dorixonalarda sifatsiz dorilar bo'lmaydi. Chunki bizda kim bor? Maftuna bor. Oldindan, demak, sifatli dorilarni ko'ra bilasiz, qaysi kerak bo'ladi, bizning organizmimiz uchun qaysi foydali, qaysi foydasiz. Bu juda ham zo'r. Sohangizda bilasizmi, ana shu olib kelgan bilimlaringizni siz ustoz shogirdlik an'anasini qo'llab juda ko'p yoshlarga, aynan o'zbek yoshlariga o'rgatsangiz, o'ylaymanki, bizning kelajagimiz juda ham porloq bo'ladi. To'g'rimi, Kamolbek? Chehrona e'tibor qilgan bo'lsangiz, rak kasalligiga qarshi vaksina haqida gapirib o'tdilar. O'zi hozir juda ham ko'p kasalliklar, afsuski deb aytamiz, juda ham yosharib boryapti. O'sha qandli diabet deymizmi, o'sha onkologiya kasalliklari va bu o'rinda hozir sizlarni yana ustiga ustak deymiz, har xil yangicha bir qanaqadir viruslar ham paydo bo'layotganligini ko'ramiz va bularga qarshi kurashishda o'sha vaksinatsiya ham juda muhim o'rin egallaydi. Demak, sizlarning ishlaringiz juda ham salmoqli va o'rinli, juda ahamiyatli. Maftunaxon, sizday olimlarga hamisha jamiyatimiz ehtiyoj sezadi deb o'ylaymiz. Berilgan sharoitlardan unumli foydalangan sizdek yoshlar bizni sohani rivojlantirishga hissa qo'shishadi. 2026-yil so'ngida yana ikkingiz bilan suhbatlashamiz. Buni unutmang. Aynan katta ana shu maqsadlarini, rejalarini amalga oshganligi natijasi haqida gaplashamiz. Avvalambor bugun sizlar bilan tanishganimizdan juda ham xursand bo'ldik. Bizning hurmatli teletomoshabinlarimiz ham sizdek yoshlarni ko'rib hozir faxrlanib, mag'rurlanib o'tirishibdi. Har bir oilada, har bir oilani farzandi sizga o'xshasin, ilmli bo'lishsin, olim bo'lishsin, yurt kezishsin va yurtdan olib kelgan eng kuchli ilmini, bilimini o'zini yurtiga, o'zini vataniga tatbiq qilishsin. Sog' bo'ling. Kamolbek, Maftunaxon, yana bir bor xush kelibsizlar deymiz. Ijodingizga, ishlaringizga rivoj. Sog' bo'ling.